Xitoy hukumatining yuqori texnikalik nazorat sistemasida chiroy tonish texnikasiga o'xshash bir yurish yumshoq detallari Uyg'urlar va boshqa turk tilli xalqlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikda aktiv rol o'ynab kelayotgan edi. Vaholanki, navbatdagi Xitoy hukumatining Uyg'urlarni xitoylashtirish va eritib tugutish harakatidami raqamli yuqori texnika yumtallarni umumlashtirishga urinayotganligi oshkor bo'lmoqda. Yaqinda uning Uyg'ur elining chet yaqin rayonlaridagi yezi qishloqlargacha raqamli Xitoy tili o'rganish yumtalini umumlashtirish hamda shu orqali Xitoy tilini Uyg'urlar orasida muqimlashtirishning yangi taklif fikrlarini o'tirg'a qo'yganligi yana bir qatam Xitoy axborotidan keng yer ilishga boshladi. Xitoy boshqarishidagi Xinjiang gazetining 26 fevral kunidagi xabariga asoslanganda raqamli Xitoy tili o'rganish yumtali 2023-yili Xinjiang universitetining kompyuter fan texnika instituti bilan Qurbon Niyozning o'rtaq hamkorligi natijasida vujudga chiqqan. Jumladan ikki tarafning hamkorligining mahsuli bo'lgan bu aqliy iqtidorlik o'rganish yumtali rasmiy ishga kirishtirilgandan keyin hozirgacha Uyg'ur rayonidagi 870 mingga yaqin dehqon va chorvachi uni qo'llanishga tizimga oldirgan. 23 fevral kuni 20 atrofida Uyg'ur yer tavrgan Ishikawa o'lkasiga berib, yer tavrash ofatiga uchirgan yaponlarga yordam berib, Yaponiya xalqining zo'r olqishiga erishgan. Bu yil 1-oyning 1-kuni Yaponiyaning Ishikawa o'lkasida 7,6 bola qattiq yer tavrash yuz bergan. Yaponiya Uyg'ur jamiyati raisi Ahmad Litip apandimning bildirishicha, mazkur yer tavrash ofatida 240 dan ortiq odam o'lib, 1300 dan ortiq odam yordar bo'lgan. 20 mingdan ortiq uy va imorat yerim vayronchilik uchirgan. Ahmad Litip apandi yer tavrgan Ishikawa o'lkasiga borgan 20 atrofida Uyg'urning 2 guruhiga bo'linib, yordam xizmati elib borganligini bildirdi. Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon, bosh kotibi Abdurashid Aminhojidan tashkillangan bir hay'at Malayziyada ziyoratda bo'layotgan bo'lib, 28 fevral Malayziya Oliy ma'rif ministrligining muavin ministri Mustafa Sakmut va Kengash palata a'zosi Hasbiya Modani ishxonasida ziyorat qilgan. Ma'lum bo'lishicha, hay'at ziyorat jarayonida ministr bilan Malayziya oliy maktablarida Uyg'ur o'quvchilarni o'rlashtirish masalasini muzokara qilgan. Amerika komiteti Xitoy soqchilarining Havay shtatiga qo'shni bo'lgan Taqim Orol davlati Kiribatida harakat qilayotganligini bayqagandan keyin Tinch okean davlatlariga ogohlantirish bergan. Yegilishicha, Kiribatining soqchi boshlig'i Eri Artira oldin qabda Xitoy bexatarlik xodimlarining davlat soqchilari bilan soqchi va jinoyat sonliq ma'lumot ombiri guruhida hamkorlashadiganligini aytgan. Amerika davlat ishlar kotibotligining bayonotchisi Reuters agentligi mundaq degan: Biz Xitoyning bexatarlik qismlarini import qilishni Tinch okeandagi har qanday bir davlatga yordam qiladi deb o'ylamaymiz. Aksicha bunda qilish rayon va xalqaro jiddiy vaziyatning keskinlashishini keltirib chiqaradi. Amerika prezidenti Joe Biden Xitoyda ishlab chiqarilgan va avtomobillarga o'rnatilgan yumshoq detallarning Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid paydo qiladiganligini bildirgan. U Amerika Savdo ministrligini bu yumshoq detallar ustidan maxsus tekshirish boshlashga buyurgan. Xabarda deyilishicha, bu tekshirish buyrug'i Biden hukumatining Amerika sanoatini Xitoyning kun sayin kuchayayotgan to'r hujumi tahdididan qo'g'dash harakatlarining biri bo'lib, u Amerikadagi mashinalarda ba'zi zapchastlarni ishlatishga chek qo'yishni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Germaniyadagi 10-yil partiya AfD'ning ijtimoiy aloqa suplaridan foydalanib, yoshlar orasida tez sur'atda qad ko'tarishi hukumatni andishiga soldi. Bu yil umumiy va rayonlik saylam o'tkaziladigan Germaniyada bosh ministr Olaf Scholz Xitoy mahsulotlari bo'lgan TikTok'ga qartilgan barliq jasuslik ayblashlari va bexatarlik ogohlantirishiga qaramay, Germaniya hukumatining bu ijtimoiy aloqa supsida hisobot etishini umid qiladiganligini aytdi.